Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan hozir 5 minut ichida mana shu sumkamizni oxirgisini yopilishini tushuntirib beraman. Hamma yopilishi ham bir xil bo'ladi deb o'ylarkan, yo'q. Buni oxiriga kelganda yopilishi sal boshqacharoq bo'ladi. Oxirigacha to'qib olganimizdan keyin oxirdagi bilan bu munchoqdan ikkalovidan sraz o'tkazib olamiz. Mana oxiriga kelganimizda leskamiz bu yoqda edi. Bu munchoq bilan bu munchoqdan o'tkazib oldim va xohlagan tarafiga bir dona munchoq qo'yib yopib ketamiz. Xohlasanglar o'ng tarafdagi leskaga, xohlasanglar chap tarafdagi leskaga bir dona munchoq o'tkazamiz va buni yopamiz. Yopilish jarayoni juda oson va tez bo'ladi. Mana endi bitta bu yoqdan munchoqlardan leskalarimizni o'tkazib olamiz. Birinchi bu tarafdan o'tkazamiz. Keyingisini bu tarafdan munchoqlardan mana chiqarib olamiz. Mana leskalarimizni ikkita tarafdan chiqarib olganimizdan keyin yana aytganimdek xohlagan tarafimizga bir dona munchoq o'tkazamiz va buni yopamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana yaqinlashtirib yana bir marta ko'rsatib beraman. Leskamiz ikki tarafda turibdi. Bu tarafdagi leskamizni mana bu munchoqdan o'tkazamiz. Bu tarafdagi leskamizni esa mana shu munchoqdan o'tkazib olamiz. Kirgizamiz. Chiqaramiz va bitta dona munchoq o'tkazib buni yopamiz. Mana xuddi shu tartibda oxirigacha yopganimizdan keyin oxirini sizlarga ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, bitta kirib o'sha yopib bo'ldim. Oxiriga keldim, mana o'tkazib oldim va sizlarga yaqinroq ko'rinish uchun takrorlab qolaman. Mana oxiriga kelganda, oxiriga yetib keldik, leskalarim ham yetib keldi. Mana oxiriga kelganda yana bitta dona munchoq o'tkazdim. Mana mana burchagimizni o'zi to'rtta romik bo'lib turibdi, orasi ochiq bo'lib turibdi. Buning uchun nima qilamiz? Mana shu munchoqlardan leskalarimizni o'tkazib, mana bu burchagini yopib olamiz. Xohlasanglar kurchi usulida qilsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bitta yaxshilab qattiq qilib 2 marta boylab qo'yasizlar. Mana o'shanda tekis bo'lib yopiladi, hech qanaqa mana raznica qilmasdan yopiladi. Va leskamiz o'sha oxiriga kelganda munchoqlarning ichiga kirg'azib, mana kirg'azib ikkita uchtasiga kirg'izamiz. Bir-biriga yaqin joyda bo'lsin. Uzoqroqda bo'lib qolsa, chunki leskalarimiz ochilib, bilinib qoladi. O'shaning uchun bir-biriga yaqinroq joydan leskalarimizni kirg'izib, bularni kesib tashlaymiz keyin. Mana bir-biridan uzoqroq qilsanglar, o'sha leskalarimiz orasi ochilib qoladi. Mana bo'ldi. Bunisini ham xuddi shu tartibda qilib kirg'izib kesib tashlaymiz. Mana bizani fermuar sumkamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, rosa chiroyli fermuar sumkamiz. Mana ichlari, buni ichiga chexollarini tikib, ochilishini xohlasanglar kichkinaroq, xohlasanglar kattaroq qilib chetiga qo'yib qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar zanjir qilib qilsanglar ham bo'ladi. Fermuar sumkamiz tayyor bo'ldi.